Subsidiya masalasida muhim yangilik, bu videoni o'tkazib yubormang, chunki 1-yanvardan boshlab qishloq xo'jaligida subsidiyalar berish vaqtinchalik to'xtatilyapti. Videoni oxirigacha ko'ring. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21-noyabrda qabul qilingan agrar sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF 224 son farmoniga muvofiq 2026-yil 1-yanvardan boshlab oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi sohalarida faoliyat yuritayotgan tadbirkorlik subyektlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga qaratilgan barcha subsidiyalar yangicha tartibda ajratiladi. Endilikda subsidiyalar 5-6 ta vazirlik tomonidan emas, qishloq xo'jaligi vazirligi huzuridagi agrar sohada to'lovlar agentligi tomonidan ajratish belgilangan. Shu bois ayni paytda agrar sohada to'lovlar agentligini tashkil etish jarayoni olib borilyapti. Shuningdek, subsidiya ajratish bo'yicha amaldagi qonunchilik hujjatlariga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritilyapti. Shu sababdan agrar subsidiya axborot tizimida bir qator subsidiya xizmatlari bo'yicha ariza qabul qilish vaqtincha to'xtatildi. Yanada to'liq ma'lumotni Telegram kanalimizdan olishingiz mumkin. Kanal havolasi profilda. Qishloq xo'jaligiga oid mana shunday muhim va dolzarb bo'lgan ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun profilimizga obuna bo'ling, bu ma'lumotni o'zingizga saqlab oling va bu videoni fermer tanishlaringizga yuborib qo'ying.